بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Buxoriy Hazratlari o'zining kitoblarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir voqeani bayon qiladilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, meni Rasulum alayhi salatu vassalam bir kuni odamlardan yig'ilgan zakot sadaqalarini qo'riqlashlikka vakil qilib qo'ydilar dedilar. Aytadilarki, birinchi kecha mana shu xizmatda turibman dedilar. O'sha mollarni qo'riqlab turibman. Birdan kechqurun o'g'ri kelib qoldi. O'g'irlik qilayotgan paytida uni ushlab oldim dedilar. Uni mahkam qo'ldan ushlab, sen o'g'irlik qilyapsan, seni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib boraman degan edim. Haligi o'g'ri yig'lab turib, menga rahming kelsin. Meni oilam bor, bola chaqam bor, ular och, ular qiynalyapti. Shuning uchun majburlik bilan shu ishni qildim. Meni kechir, qaytib qilmayman degan edi. Unga rahmim kelib, uni qo'yib yubordim dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu nihoyatda odamlarga mehribon bo'lgan. Ertalab bomdod namozini o'qib chiqayotganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga yo'liqib turib, "Ya Abu Hurayra" dedilar. "Kechqurungi ushlagan asiringizni, o'g'rini nima qildingiz?" dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. Alloh bildirganligini bildilarda, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, u yig'ladi, uzr so'radi, uni bola chaqasi bor ekan, bolalari och ekan, shuning uchun rahm qilib qo'yib yubordim" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga qarab, "Abu Hurayra, u yolg'onchi, u yana keladi" dedilar. "Men ikkinchi kuni endi kelsa ushlayman deb uxlamasdan o'tirdim" dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Kechqurun yana haligi o'g'ri keldi. Chiqib mahkam qo'ldan ushladim. Bugun nima qilib bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib boraman deb turuvdim. Men ilojsizlikdan qildim. Rahming kelsin, bir qancha och bolalarim bor deb yig'lab turib oldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana rahmlari keldi. Bo'pti deb qo'yib yubordilar. Ertalab yana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ya Abu Hurayra" dedilar. "Kechqurungi ushlagan asirni nima qilding?" dedilar. "Qo'yib yubordim ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yig'ladi-da, uzr so'radi, bola chaqasi ochligini aytdi" deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Hurayraga qarab, "U yana keladi, u yolg'onchi" dedi. Uchinchi kuni yana haligi o'g'irlikka keldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu chiqib qo'lidan mahkam ushlab oldilarda, "Seni endi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga olib boraman" dedi. O'g'ri bildiki, qutulishning iloji yo'q. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga qarab, "Men senga bir narsa o'rgataman, senga o'sha ilmdan Alloh taolo manfaat beradi. Agar qo'yib yuborsang, shuni o'rgataman" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ilmga tashna zot edilar. Hali o'g'riga qarab, "Nima o'rgatasan" dedi. Shunda o'g'ri, kim kechqurun to'shagiga yotayotganda Oyatul Kursi, Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyumni boshidan oxirigacha shu oyatni o'qisa, Alloh tomonidan unga bir qo'rqchi qo'yiladi. Tong otguncha unga shayton yaqinlasha olmaydi dedi. Bu gapni eshitib Abu Hurayra radhiyallohu anhu qo'yib yubordilar. Ertalab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ya Abu Hurayra, nima bo'ldi asiringiz?" dedi. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, u o'g'ri yana keldi. U ammo menga bir ilm o'rgatdi, menga Alloh manfaat beradigan, shuning uchun uni qo'yib yubordim" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, "Nima o'rgatdi?" dedilar. U aytdiki, kim kechqurun yotishdan oldin Oyatul Kursini oxirigacha o'qib yotsa, Alloh unga bir qo'riqchini yuborar ekan. O'sha qo'riqchi uni to'sib turar ekan, unga hech qachon shayton ertalabgacha kela olmas ekan deb o'rgatdi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "Bu dunyodagi eng yolg'onchi bo'lsa ham mana shu gapni to'g'ri gapiribdi" dedilarda, "Ya Abu Hurayra, bilasizmi u kim edi?" dedi. "Yo, bilmayman ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam" dedilar. "U shayton edi" dedilar. Qarangki, shayton vasvasa qilib kelgan, lekin o'zi yolg'onchi, kazzob. Agar uni gapini hozir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u dunyodagi eng yolg'onchi bo'lsa ham mana shu gapni rost demaganda biz buni tasdiqlamas edik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam uni yolg'onchiligini aytib turib, ammo u mana shu gapni to'g'ri gapiribdi deb qo'ydilar. Chunki shayton o'zini nimadan qo'rqishini aytib qo'ydi. Shuning uchun azizlar, har kuni tunda yotishdan oldin ham ko'proq Oyatul Kursini o'qishligimiz kerak. Oyatul Kursi bu sura Baqarodagi 255-oyat hisoblanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya'ni Alloh azza va jalla aytayaptiki, Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turuvchidir. Uni mudroq ham, uyqu ham olmaydi. Samovat va yerdagi bor narsalar unikidir. Huzurida hech kim uni iznisiz qo'llay olmaydi, shafaat qila olmaydi. U ularning oldilaridagi va ortlaridagi bor narsani biladi va ular uning ilmidan faqat o'zi istagan narsalarnigina biladilar. Uning kursisi osmonlar va yerni o'zida sig'dira olur. Ikkisini himoyatida saqlab turish unga og'ir kelmaydi. U eng yuksak va buyukdir. Mana shu azizlar oyatul kursi bo'ladi. Allomi ibn Kasir o'z tafsirida bittagina mana shu Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir, faqat uni o'zi bordir deganiga 10 ta mustaqil ma'no bergan. Haqiqatda bu yerda buyuk bir ma'no bor. Allohu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ya'ni doimo tirik bo'lgan, doimo qoyim bo'lgan Allohdan o'zga iloh yo'q. Bu Alloh azza va jallani bizga ta'limidir. Islom dinini keltirgan shioridir. Musulmonlar e'tiqodining asosidir. Tavhidning asl ma'nosi ham shudir. Ibodat qilinadigan, sig'iniladigan, hojatlarni so'raladigan, hojatlarni esa ravo qiladigan, rizq beradigan, kenglik va nochorlikda dargohiga bosh urilib so'raydigan zot mana shu Alloh ekanligi o'rgatiladi. U tirik va abadiy turuvchidir. Haqiqatda ham tiriklik Allohning o'ziga xos, mosdir azizlar. Mana shu kalimalarni o'qiyotganingizda abadiy turadigan, doimo tirik bo'lgan Robbimiz borligini bu dunyoda ham, u dunyoda ham qo'llab-quvvatlashini hayolingizga keltirib o'qiydigan bo'lsangiz, bu oyati karimani naqadar ulug' ekanligiga yana bir marta amin bo'lasiz. Shunday ekan, mana shu oyatni ko'proq o'qishimiz kerak. Bu bizni jin va shaytondan saqlanishligimizga ham, uyimizda baraka bo'lishlikka ham sabab bo'ladi. Xonadonlaringizda, farzandlaringizda yotishlaridan, uyqusidan oldin ham turganda ham ushbu oyatul kursini o'qib, ularga dam solib, ularning haqqiga duo